Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Qadr baland qadrdonlarim, xayrli tong. Yaxshi yotib turdingizmi? Jay yotib, jay turdingizmi? Qadringiz qaddingizdan da baland bo'lsin. Kuzatuvchilarim, mana qarangda. Qizim mana bitib bankaga qilib oldi. Gullarimni joyini tozalab tashlavdim kecha. Ona, shu bankaga 2-3 kun solib qo'yaylik deb. Mana joyini tozalab oldim. Chiroyli qilib. Pishdi-da endi urug'lari. Narigi osilib o'sadigan yulduzcha nina barikligim, archa barikligim qoldi. Bu hali ochilyapti. Mana. Kelin gullarim qoldi. 2-3 kunda ochilib qoladi-yu inshaalloh. Bu ham bo'lsa Allohning mo'jizasi. Alloh barchamizni qaddimizdan da baland qilsin qadrimizni. Bir-birimizga ofiyatli, xayrli bo'laylik. Mana yerda 2 qator o'smon bor. Qizlar bilan qo'yapmiz har zamonda. Oldinda ko'rsangiz, tuvakka o'tkazib ko'rdim. Xonaki qilib ko'raychi. Mana shu bankadagi guldan. Ko'ramizda u yog'i nasib. Xayr, omon bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik.